Deadpool, bu Logan. Xabaringni oldim, oxirgi marta aytaman. Yo'q, qora qushda ucha olmaysan. Va boshqa bu haqida og'iz ochma. Salom Deadpool, bu Domino. Agar senga qiziq bo'lsa, menda buyurtma bor. Yaxshigina to'lashmoqchi. Shunday ekan o'ylab ko'r. Seni xabaring bo'yicha ilojim yo'q. Quloq sol. Bu faqat bir marta bo'ldi. Qisqasi menga qo'ng'iroq qil. Deadpool, bu Peter Della Penna, Haymun studiyasidan. Eslaysanmi, kecha meni avtoturargohda tutib olganingda nimagadir ahmoq deb chaqirding. Xullas, taklifingni ko'rib chiqdim. Bu nimaligini tushundim deb ayta olmayman. Ammo javob baribir yo'q. Super o'yin haqidagi bu taklifdan foydalanmaymiz degan qarorga keldik. Nima? U yo'q dedimi? Bu biz haqimizda o'yin yaratish imkoniyati edi. Balki g'oyalarimizni rangli qalamchalarda yozib bekor qilgandirmiz. Tinchlaning. U hali fikrini o'zgartiradi. Ha, to'g'ri, chunki Deadpool, bu Peter. Yodingdami? Haligi ahmoq bor-ku. Esingdami? Yo'q deb qo'ng'iroq qilgandim. O'zi shunaqa hazilkashman. Ha, albatta javobim ha. Bugun tongda sendan kelgan taklif jamoamizni juda ham hayratga soldi. Ajoyib, shunchaki ajoyib. Shunday ekan, qisqasi tabriklayman. Kel, o'yiningni yaratamiz. ko'rdingizmi? O'zgacha fe'l-atvorimiz vaziyatni yana qutqardi. 5 tashla! 5 tashlash yo'q, biz boshdagi ovozlarmiz. Hozir top dasturchilarim ssenariy ustida ishlashyapti. U tayyor bo'lishi bilan senga yuboraman. Ssenariy? Bu bema'nilik ssenariy? Qanchalik g'aroyib ekanligimni qandaydir landovur ssenarist yaxshi biladi demoqchimisiz? G'aroyib bo'lish ko'proq o'rgimchak odamga xos. Yo'g'i, o'sha gikni nimasi g'aroyib? O'sh g'ayritabiiy kuch, reflekslar, o'tkir sezgi qobiliyati, dohiyona aql idrok, har qanday tekislikka yopisha olish qobiliyati. Bilasanmi yana nima tekisliklarga yopisha oladi? Shilliq qurt. O'rgimchak odam. Ammo o'rgimchak odamni aql bovar qilmas regeneratsiya qobiliyati bormi? Yo'q, lekin menda bor. Agar qandaydir tentakni omadi kelib uni daydi o'qi menga tegib qolsa, bemalol g'alatiroq hujayralar regeneratsiyasi ko'rsatib qo'yadi. Yana katta farqimiz shundaki, biz juda ko'p odamlarni o'ldirganmiz. To'ppa-to'g'ri. Holatda. Chik. Ana demak turdik. Hoy, bu nima? Endi har bir qadamimni kuzatasizmi? Ammo bu o'yinda hali hech narsaga erishganim yo'q. Mayli, ko'raylikchi. Bu o'sha o'yinlardan bo'lar ekanda, ha? Tak, kvartirani aylanib chiqishimiz kerak ekan. Mana bardak kvartirani. Tak, vannadan boshlaymiz demak. Qiziq, bu yerda nima bor ekan? Oho. Mana shunday. Bunisi endi Yomon emas. boshqa gap. Ancha hayotiyroq. Bo'pti. Buni o'zing xohlading. Hangiza? Qancha ko'p ter to'ksang, shuncha ko'p rohat olasan. Tak, turdik. Tak, tuvaletga kirib chiqdik. Mana iti bo'lsa kerak. Xo'sh, o'zingni yuvintirish qalay ketyapti? Yetar, bunday qilma. Jim o'tirsang, yotib tashlashimga to'g'ri kelmaydi. Tak, bu yerda nima bor ekan? Birinchi eshik ortida nima borligini ko'ramiz. Qurollar. Bu qurollardan qurolim uyg'ondi. Shu haqida gapirgandim-da. Bu ajoyib o'yinchoqlarga bir qara. Qani, foydalanish. Bunday qilishga meni majburlama. He. Qo'ysenchi. Nega u bizni ko'rganida hayron bo'laveradi? Bu o'yinda uyat ko'rsatkichi bo'lganida, u to'lib qolgan bo'lardi. Eshikni kimdir taqalatgandek bo'ldi-ya. Qani, tekshirib ko'ramiz, yetna bor ekan. Uyimga umuman mehr berilmagan deb o'ylab qolyapman. Tak. Kimdir eshigimni taqalatyapti. Bitta nima bor? Telefon uchun.
Ibragimov, ishlar qalay og'ayni? O'yinimni ovozlashtiryapmiz. Yordam qil, sen ovoz yozib berishing kerak. Gap shundaki, odamlarning aytishicha ovozimiz o'xshash ekan. Xursand bo'ldim, Deadpool. Quloq sol, yaxshiroq g'oya bor. Balki o'zingni YouTube kanalingni ocharsan. U yerga let's playlarni qo'yib borasan. Keyin Telegramga o'tamiz, yopiq kanal ochamiz. Nomini bilasanmi? Geek TV deb qo'yamiz. Nima, eshitilishi zo'r, yozilishi ham oson. U juda qiziqib qoldi. Quloq sol, Deadpool. Qo'ng'iroq bo'lyapti. Javob berishim kerak. O'yin bilan omad. Trubkani qo'yib qo'yishdi-yu. Bo'pti, Deadpool diyor. Tak, kim ekan endi ish taqalatgan? Bu yerda nima bor ekan? Parda ekan, beklar. Tak. Tak, eshikni ochamiz endi. Kimdir taqalatyapti qo'qondan beri. Yarim soat yoki kamroq jin ursin. Ichki. Xayrli kech, sizga yetkazma bor. Demak, u meniki. Yo'q. Mato. Jin ursin, o'zim ham o'ylagandim. So'zlar hamma yerda. Zerikarli. Biroz bo'lsa-da o'qish kerak. Mayli. Birinchi sahna. Zulmatli qorong'i tun. Deadpoolni Media Magnat Chance White'ni o'ldirish uchun yollashdi va u bla 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 bla. Buni kerak yo'q, to'g'rilash kerak. Rangli qalamchalar ajoyib. Nima uchun o'sha otini meni o'ldirmoqchimiz? Nima farqi bor? Men san'at asari yaratdim. Ko'rib qo'ying. Niyatimizni gamer tushunyapti deb o'ylamayman. Qo'y o'yinchi, shunchaki davom et. Biz hayotingni o'zgartirib yuboramiz. Shovqin kerak. Kanalizatsiya, eskilik. Kimdir qanday qilib o'ynashni biladimi? Qo'llamalarni o'qimayman. O'qishni bilmaysan-da. Bilaman. Men faqat mobil o'yinlar o'ynayman. Yozuv chiqdi. Gamer, o'qi uni va Haymun aytgan barcha ishni bajar. Tugmachani ezamiz. Ajoyib, sakrash tugmasi. Tak. Yengil zarbalar ketdi. Tak. Kuchli zarbalar. Tushunarli. Super skilllarimizni sinab ko'rish uchun laychalarni ko'paytirishni buyuraman. Hoy, yengil va kuchli zarbalarimizni aralashtirib bos. Nima bo'lishini ko'ramiz. Tak. Yomonmas. Tak. Tak, tugadi lavchalar. Bir tugmachasini bosing. Dushmanlar teleport qilayotganimizda bizni ura olmaydi. Yo'q narsani urib ham bo'lmaydi. Tak. Zarbadan qochishdan da yaxshiroq narsa bor. Javob zarbasi. Oh, kontrataka yo'q bu. Mana. Tak. Tak, hech kim qolmadi. Mayli, tushundik, tugmalar nimadir qilar ekan. Davom etaylik. Kallangda nima bor? Siz 2 tonkadan tashqarimi? Bir quti iltimos. Ba'zida aynan tayyorgarchilik odamni charchatadi. Batutmi? Albatta. Demak, bu batut ekanda. Boing, boing, banana, boing, boing, Bo'ldi. boing, boing. Tak, qayerga boramiz ekan endi? Tak, eshik ham ochiq ekan. Hoy, tepadan qulash biz uchun og'riqli emas. Shunday ekan olg'a. Hech narsani sezmayotgan yomon odam. Uni stealth bilan o'ldiramiz. Yomonmi? Meni o'yinimda yomonlarni o'ldirganing uchun tanga berishadi. Ularni ajoyib upgrade'larga sarflash mumkin. Biz yana ham zo'rroq bo'lishimiz uchun.
Biz shundoq ham zo'rmiz. Ha, ammo bu o'yinlarda progress deb ataladi. Usiz iloji yo'q. Hoy gamer, upgrade menyusini ochib, tangalar nimaga yetishini qarab ko'r. Tak, biz bilan bir ko'ramiz. Qurolban, katana. Bu esa o'yinchini o'zini yaxshilash. Tak, men jicha upgrade qilgandim. Mana 25% ga jonini. Endi nechi? Qani. Tak. Bo'ldi, hozircha kerakmi? Qanchalik ko'p yomon odamlarni o'ldirsak, shunchalik ko'p narsalarni kuchaytira olamiz. Men Deadpool'imning himoyasi va shifolanish qobiliyatini kuchaytirardim. Men bo'lsam Deadpool'imni achchiq taomlar yeyish qobiliyatini kuchaytirardim, ammo bu ilojsiz. Tak. Biz tepaga ketishimiz kerak ekan. Tangalatib borish kerak. Endi esa klassika. Sakrashni bosib, devor tomon silji. Bu bilan devordan sakrash amalga oshadi. Tushunarli. O'rningda bo'lganimda bir necha bor devorga sakrashni bosardim, balandroq ko'tarilish uchun. Tak. 2 marta sakrash tugmasini bos. Bu Bo'ldi, double jump gap deyiladi. Tushunursiz sizni fizika qonunlari. O'rnini tushib ketib qoldik-ku. 2 marta sakrash tugmasini bos. Bu double jump deyiladi. Tushunursiz sizni fizika qonunlari. Tak. Tepaga chiqib olish uchun sakrash tugmasini Bo'ldi, bosib tur. tushunarli. Menimcha ichkariga kirishim kerak. Babax uchun qulay vaqt. Odatda taomlarni aralashtirib yuborsangiz mana shu narsa sodir bo'ladi. Ochig'ini aytaylik, bu yerda ishtonini yaxshilab bulg'ab qo'ygan yolg'iz o'zim emasman, to'g'rimi? Tak. Mana. Mana kelinglar. Og'ayna, bu men, Deadpool. Sen bilan maktabda birga o'qimaganmizmi? Bu yerda nima bo'lyapti? Tak, headshotga qo'yish harakat qilamiz. Qo'riqchilar, uxlamasdan vazifangizni bajaring. Penthouse-imda bo'laman. Bu telba u yergacha borishiga yo'l qo'ymang. Demak, penthouse. Unda liftda ko'tarilish kerak. Lift qayerda bo'lishi mumkin? Nega bu yerdamiz o'zi? Bizga boyvachcha ablahni o'ldirganimiz uchun pul berishadi. Media magnat Shins White'ni. Uni mafiyaga aloqasi bor. Shaxsiy qo'shini ham bor. Bolalarni yo'qotadi. Yomon ko'rib qolish oson bo'lgan klassik yovuz. Meni o'qlarim, meniki. Qarab bilal bitta nafa bo'ladi. Ko'rib qo'y, gravitatsiya. O'zim nima qilayotgandik? Liftni izlayapmiz. Nima balo uxlayapsanmi? Albatta yo'q. Shunchaki seni tekshirdim. Tak. Liftlar qulplab qo'yishdi. Menga ber, quloq sol. Boshiga paypoq kiyib olgan tentak. Uyimga bostirib kirishga hech kimning haqqi yo'q. Hali pushaymon bo'lasan. Liftlar o'chirilgan. O'ylab topdim. Kel chimichanga olamizda u pastga tushishini kutib turamiz. Nima deysan? Yoki butun binoning elektr tizimini o'chirish yo'lini topamiz. Shunda tizim qayta ishga tushadi-da, liftlar yana ishlab ketadi. Menga bu yigit yoqayapti. Uni uzoqlashtirmagan ma'qul. Dispetcher xonasiga. Kimdir pastga tushib o'sha kallavarani otib tashlasin. Men kallavaram emasman, janob. Tak, dispetcher xonasini topishimiz kerak ekan endi biz. U qayerda ekan endi? Tak. Qani kelinglar bitta-bitta. Qaytan tushyapti. Senga gapirganimda menga qara. Yana kim qoldi? Bu televizorda qalay ko'rindi? G'aroyib, to'g'rimi? Hech kim qolmadi. Menga soundtrack kerak. Ha, shunga o'xshash nimadir? Tak, buna bo'ldi ekan.
Headshot. Generatorlaringni qomatiga gap yo'q. Bu maxfiy kodmi? Yo, ishkal. Ishkal, boshkal. Mayli uni. Tak. Bu men o'ylagan narsami? Jackpot. Qo'rqinchli. O'sha liftlar ishlab ketgani aniq. Ha, men juda aqlliman. Qaysi aqlli elektr tizimini o'chirib qo'ydi? O'sha yerga tushib, uni qayta yoqing. Ko'tab ketishdi-yu. Kel, yana ham balandparvoz narsa sinab ko'ramiz. Qanchalik ko'p kombo bajarsang, shunchalik tez momentum to'playsan. Uning yordamida tryuklar qilish mumkin. Qurollarimizni kuchaytirsak, tryuklar ko'payib boradi. Kombo qanchalik qimmat bo'lsa, shunchalik ko'p ochko beriladi. Ular bilan upgrade sotib olish mumkin. Tushunarli. Nomim o'zimdan tezroq tanilmaganda hammasi og'riqsiz o'tardi. Bu uchun birortasini tirik qoldirish kerak edi. Tak, kelinglar. Qo'ysanchi, xato harakat qilmayapsan. Teppa to'g'ri. Shunchaki otib tashlang. Nima uchun uni mo'ljalga ola olmayapsiz? Chensi, yigitlarni urishma. Ular mo'ljalga yaxshi olishyapti. Shunchaki tuzalib ketyapman. Meni o'ta kuchli regeneratsiyam bor, bilib qo'y. Shaching. Achchiq qayla ham kerakmi? Tak. Kim otyapti yana? Menga yaqin kelmanglar. O'zinglarga qiyin bo'ladi. Suyakni ovozimi? Tak. Qaqa bekinyapti. Tak, bo'ldi. Tak, nimani upgrade qilsa bo'ladi ekan? Qurollarimizni qilaylikmi? Tak. Yo'q. Biz yaxshi. Ana. Deadpool'ni o'zini ham kuchaytirsa bo'ladimi? Bo'ldi. Ko'rib qo'y, gravitatsiya. Tak. Ochiq liftni ko'proq yoqtiraman. Headshot. Tak, mana liftdan ochiq ekan. Voy, bu yoqtirgan qo'shig'im-ku. Sen kuylay olmaysan. Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. Ko'rdingmi, farishtadek kuylayapti. I'm crazy. I'm crazy for. Yetib keldik shekilli. Chiqishni bir yo'li bo'lishi Tak. kerak. O'yla, Nima qilamiz? o'yla. Oh. Tak. Penthouse-gacha qandaydir yetib olishim kerak axir. O'ylab qo'y. Mushuklarcha bukila olish qobiliyatimni ishlatarman. Tak. Hoy, sen oxirgi marta qachon nimadir sotib olding? Hozir bu uchun qulay vaqt. Yana o'ylab ko'r. Shunchaki eslatdim. Upgrade ko'raylik ekan. Tak, bo'ldi, yetadi. Tak. Tepaga sakrayman. Tak. Yana mashidan tepaga. Tak, tak, tak. Oha. Batut havo qo'yib yubormaganmikin? Chiqib keldik. Yo'q, albatta. Tak. Kim bor? Tuk-tuk uyda. Uni yangiliklar xonasiga kiritmang. TV studiya. Doim yaxshi reality show suratga ola olamiz deb hisoblaganman. Chance White'ni super kelishgan qotil o'ldiradi. Soat 11 da tomosha qiling. Tak, kim qoldi yana?
Hech kim yo'q boshqa. Og'ir qurollarni oling. Bu ablahni to'xtating. Sizga nima uchun to'layapman ahmoqlar? O'ldiring! Tak. O, блин, bombayu. Tak. Iltimos qilsang, cho'lab qo'yaman-ku. Yaramaslar. Yomon chiqib qolishdi. Kameraga yaxshi ko'rinyapsan. O'lik holda undan ham yaxshi ko'rasan. Endi qo'lga tushding deb. Olindi. Davom etamiz. Tutun. Ammo endi qanchalik zo'rligini ko'ra olmay qolishing mumkin. Voy qara, ular tepadan tushyapti. Qani tepadan. Tepaga tushdi. Qani sizlar? Tak. Hujumga tayyorlaning. Hujumga. O'pala. Kirib ketishiga yo'l qo'ymang yoki o'ldim deyavering. Bu yerdan tiriklay keta olmaysan. Ko'ramiz, kim tiriklik ketolmasin. Tak. Jinosa sevimli o'qim. Uni qaytarib bera olasanmi? Uni shunchaki yo'qotma. O'zim olib ketaman. Tak. Yorqinoy. Hech kim qolmadi. Yana boshlandi. Ko'rib qo'y gravitatsiya. O'ldiring bu bolani. O'ldiring. U juda yaqin keldi. Chensi, qo'ysangchi, ulardan ko'p narsani talab To'pqa qilyapsiz. to'g'ri. Siz bilan keyinroq shug'ullanaman, yaxshi yigit. Katta ko'payib ketishyapti bular. Yo'q, rahmat, bu qara riyozlik tarqatuvchisi. Tak. Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Tayinliroq odamlarni ishga qo'yaman. Bu yoqqa kirmasdan qo'lga oling. O'zingni zo'rman deb o'ylayapsanmi? Albatta. Baloga ham arzimaysan. Meni xavfli do'stlarim bor. Ular Boshqa seni g'ajib tashlashadi. Bizga tishing o'tmaydi. Kechirasan, u menga qarshi qo'yayotgan ishqalaringga qaraganda bunda zo'rlarni ham eplayman. Senga deyarli rahmim keldi. Chiroyliroq bo'lishga tayyorlanib-tur. Men buni efirga chiqaraman. O'qlar, buncha yaxshi. Yomon ko'payib ketishyapti bular. Bomba. Headshot. Kasting uchun video yubormaganman. Bittasi axlat yuborgan ekan. Ko'rdingmi? Mana bu o'qlar. Ular menga kerak. Kim bor? Baribir bo'lmagani uchun ko'zlayapman. Hech kim qolmadi. Tak. Kim bular? Kimdir bormi? Javob bering. O'ldirdingizmi uni? Qaytaraman. Mishiq oldimi? Qabul. Xo'sh, endi qayerga? Faqat Tepaga. bitta yo'limiz bor. Yuqoriga. Bu narsalarga tegish mumkinmi o'zi? Buni dasturchi bekordan bekorga qo'ymagan-ku. Albatta mumkin. Bo'lishi mumkin. Voy, bu
yerdan uyim ko'rinyapti. Tak. Post vertolyotini bo'ldi. Tak, tushib ketaylik bizga. Voy, jinursan. Kimdir yiqilib tushganda-chi? Mayaqla kelganchi. Haydi, o'xshamay qoldi. Va omadli ekansan. Ko'pchilik odamlarni bundan naqd kallasi ketgan bo'lardi. Lechimni menga e'tibor qilmang bolalar. O'ta qimmat o'qotar qushchani o'g'irlab ketmoqchiman xolos. Ta. Qalay, tig'im o't kerak ekanmi? Ta, qochyapti. Ajoyib! O'qlar! Uni o'lishini xohlayman. Nahang birni havoga ko'tarib, maydalab tashlang. Jinnorsan, vertolyotni yoqishni o'rganib olishibdi. Vertolyot atrofingda aylanib seni qirg'ichdan chiqarishga qarab turasanmi? O'g'irlasang bo'ladi-ku. Mahoratimizga shubhang bormi? Hozir og'zing ochilib qoladi. Ko'kragingga tekkan bo'lsa uzr. Tuxumingni ko'zlagandim. Qurollarni vertolyotga tushib o'tmayapti, lekin qo'rqitib qo'ya oladi. Biz vertolyotdan zo'rg'a yurishimiz kerak ekan. Hamon portlatdi. Bu joni ham to'g'ri bo'ldi. Tak. Tepaga chiqdik. Bu qurollar rasvo. Lekin anavi tuzukroq. Ammo anavi bizda yo'q. U bizda hozircha yo'q. Tak, bu yoqqa qochamiz. Endi bu yoqqa 45% qoldi jonimizdan. Menga kattaroq batareya kerak. Azot o'ldiribman. Buni ham olganimiz yaxshi bo'ldi. Qo'shimcha shot berdi. Yo o'lasan, yo uchasan to'nka. O'zing tanla. Bu miniganni ishlatish uchun ikkita qo'l kerak. Kim aytdi? Men ko'p ishlarni bir qo'lda qilaman. O'nga bor, yangi shaxsiy uchuvchim. Otilmagan o'qlarim hali ko'p. Voy, qayla bo'lib ketdi-ku. Oho. Yana chaproq bor, bizga o'q uzishyapti. Ta. Buncha baland, o'ylarimni ham eshita olmayapman. Men ham shuni o'ylayapman. Orqa eshikni taqillatishyapti. Mayli, kela qolishdi. Butun kun shunday o'tsa-edi. Nahang ichini ushiringlar. Nahang birni berib Ahu. qo'ying. Nahang ichi yo'q qiling uni. Ta. Ko'nglim negadir g'ash bo'lyapti. Kim qoldi? Shturvalni to'g'ri ushla.
Yo'q, xudo, hatto men bundan yaxshiroq uchaman. Voy, bu juda yaxshi fikr. Yo'q, shoshma. Ay, biz uchyapmiz. Biz ucha olmaymiz. Orzuga ayb yo'q. Orzuni aybi yo'q, lekin zarari bor. Ammo bilasanmi nimani foydasi bor? Tajribani. Hozir upgrade qilish uchun qulay vaqt. Shunday ekan nima deyapsiz? Upgrade nimani qilamiz? Deadpool o'zini bir ko'raylik. Qani? Tak, bu kerakmi? Pulemyot oldik. Yetadi. Soundtrack vaqti. Mana Penthouse. Yetib olishimizni bilardim. Xo'sh, bayramning sababchisi qayerda? Senyor Chensi Blanco. Sen yetib kela olmaydigan joyda. Vahima xonam Deadpooldan to'liq himoyalangan. Tak, kim qoldi yana? Bu bizga kerak bo'ladi. Ha. Tak. O, to'g'riga borish kerakmi? Meni shaxsiy qo'riqchim bilan tanish. U sendan kattaroq va dahshatliroq. Vazifasi esa sendaqa tezak parchalarini nonushtaga Endi ko'ramiz. Nonushtaga tezak yeydi. Voy, ota, asbobini kattaligini qara. Ana qiz ham shunday deganda. Shu asbobni ko'tara olarmikimiz? Bilib olishni birgina yo'li bor. Bilmasa, miltiqmi? Shunchalik bo'tmisan? Ko'rib qo'yishar aytadi. Unutma, seni raketalardan qochish uchun teleporting bor. Ajoyib. Jinursin, nima bu? Kimdir Penthouse-ga chiqib, bu notavonni o'ldirsin. Tak. Uni yomon ko'raman. Bu aniq qo'rqmas ekan. Tak, yana kim qoldi? Kimdir yana qayta yuribdi o'shanda. U yana bitta kelibdi-yu. Bu bilan. Istasang boshqa qobiliyatlarim ham bor. Men endi boshlayapman. Yomon qilyapti-yu bu. Yomon bu tamam. Tak, bu nima-ki? Buni olib bo'laveramiz, biz olsak. Qani? Oh. Voy, bizga dam kerak. Tak. Senga nima kerakligini to'g'riga boramiz. aytmoqda, lekin Vahima xonamga yetib kela Mashina olmaysan. Bu gapingni tekshirib ko'rish kerak. Qancha portlatgich kerak bo'lar ekan? 600 grammdan oshmasligi kerak. Nima? Gram promilni tushunmayman. Odam tushunadigan tilda ayt. Xo'sh, ko'raylikchi, 7 ni ko'paytirsak, oshla tupurdim, hammasini ishlatamiz. Oyun maqom bo'ldi. Aytgandim-ku, 600 gramm, lekin katta bo'lmadi. Xo'sh, yetib bora olmas joying qalay ekan, eshak? Ehtiyot bo'l, u bizga tiriklayin kerak. Qanchalik tirikligini aniqlashtirmagandik. Tak, uraveramiz. Men buni o'sha. Shoryuken! Sen telbasan. Sen o'ylaganchalik emas.
bo'ldi. Ha, yomon bo'lmadi. Baribir qayta o'ynab chiqa olmaymiz-ku. Nega o'ynolmas ekanmiz? Burası endi boshqa gap. Peter, og'ayni, buni ko'rdingmi? Bundan zo'ri bo'lmaydi. Deadpool, toming ketganmi? Bu portlashlar va o'xshamagan effektlarga qancha pul ketganini bilasanmi? Xohlagan narsangni xohlaganingcha o'zgartira olmaysan. Ajoyib, Peter, seni pastdan so'rashyapti. Hoy eshaklar, meni shartnomam bilan qayoqqa ketyapsiz? Juda soz, u qochdi. Hozir ko'rsataman. O, tushunarli. Uni atayin ketkizib yubordik. Ha, quvlashmachoqsiz qiziq emas. Bunisi endi boshqa gap. Ortidan. Tak, kimnidir orqasidan borishimiz kerak ekan. Uy. Nima edi u? Tak. Mario. Eski 8 bitlik o'yinlarni sevaman. Ha, biz ham. Ammo bu o'yin eski emas. Yoki 8 bitlik to'nka. Ajinovoy, bunaqa eski o'yinlarda davom etish uchun kalit topish kerak. Ana o'tirib qolgan suyakni qara. Turib qolgan dedingmi? Olindi. Davom etamiz. Tak. Bu nimasi? Endi orqaga qaytamiz shekilli. Rangni yaxshi uyg'unlashtirishibdi. Achchiq qayla ham kerakmi? Qaynoq. Mana shunday mushaklarni ishlat. Ha, tushunarli nima qilishdi. Mana. Alo. Peter, salom. O'yinimda yuruvdim va kutilmaganda bir narsa onasinikiga kirib ketganini sezib qoldim. Pul haqida ogohlantirgandim, Deadpool. O'zing pullarni havoga sochding. Shoshma. Pul? Qanaqa pul? Ha, shunaqa pul. Nima, o'yinga pul ketishini bilmasmiding? Peter, azizim, bo'g'irsog'im, yodingda bo'lsin. O'yinimni e'lon qilganimizda uni saytimda 2 kunning o'zida 15 millionta odam ko'rdi. 1 million 1 million 2. Pul bo'lmasa to'q. Arkoyd, Qoching! Uni ushlab turaman. nima? Kim? Arzon yovuzlar. Tak, kimligini bilmayman. Chalg'itib turing, qochib olaylik. Tak. Mr. Pul qopida nima istashyapti o'zi? Nima farqi bor? Bizni o'ljamiz ularda. O'lja bo'lmasa, pul ham yo'q. Vau, omadli ekansan. Ko'pchilik odamlarni bundan naqd kallasi ketgan bo'ladi. U birinchi o'g'ri bu. Tak. Qo'lanish kerakmidi? Tak. Tak. Mana kayf. Hech kim Bizga kerak qolmadi. bo'ladi. Oho, miyang sendan oqishyapti. Yetarlicha.
Senda regeneratsiya bormi? Hostile ko'tarib qo'yaman. Ko'rib qo'y gravitatsiya. Aytdim-ku, tillak ko'taraman deb. Tak, bu yoqda hech narsa yo'q. Vaqtida to'xtolmaysan xolos. Tak, bizga yo'l yopiq ekan bunaqasida. Bu yo'l bilan boramiz biz. Yuqoriga chiqish kerak edi. Tak. Biz bu yo'lda yurgandek bo'ldik boshida. Orqaga qaytamiz shekilli. Ha, mayta sakrash kerak ekan. U tepamizda. U to'xtamaydi. Bosqinchi eding-ku. G'ururing qayerda qoldi? Bu bilan shug'ullan. Oh, kim bo'ldi bu? Qo'y qolganlar. Tasdiqni o'qishini bilasan-ku, to'g'rimi? Meni uyaltirmaslik. U kuchli zarbaga dosh bera oladi. Seni tug'ilgan kunimga umuman taklif qilmayman endi. Kim o'lib qoldi? Kim keyingisi? Hech kim yo'q. Tak. Bomba bab olaman. Hali teleport qila olmayman. Yana qilib ko'rchi. Oh, kimdir dubulg'asini yo'qotibdi. Sinistrga yetib borishga yordam bermasang, miyasidan yeydigan sen bo'lasan. Erkak bollaqda. Bu kanalizatsiyalar qachon tugaydi ekan? Qo'rib qo'y gravitatsiya. Qalay, tig'im o't kerak ekanmi? Tak. Hay, Arkay. Ko'rinishing zo'r jonidan. Mashq qilyapsanmi deyman? Seni mushaklaring, ya'ni yuqori qisming. Emcha, ko'kraklaring juda ham zo'r ko'rinyapti. Tushunyapsanmi? Seni arzon yovuzlar ro'yxatidan chiqaraman. O'ldiring bu vaysaqini. Mayli, xotin odam, ko'kraklaring haqida keyin gaplashamiz. Tak. Qo'lingdan yaxshiroq ham keladi. Tak. Davay. Bu yoqqa. Yana kim keyingisi? Talabgorlar bormi? Tak. Tak, ana. Jinosasiyam yo'q. Uni qaytarib bera olasanmi? Bu klonlardan foyda yo'q. To'ppa to'g'ri. Maytaman, haqqa ketardim. Teleport qila olmayman. Endi Tak. bo'chi. Kim bular? Super udar. Ko'rib qo'y gravitatsiya. Nima, qo'lingni ushlab turaymi? Nima qilyapsiz? O'ldiring uni. Kuching yetmaydi. Tak, давай. Meni galam. Давай, kampir. Yaxshi. Men maytaman kampircha. Olindi. Nima bo'ldi kampircha? Bu bilan. Ahmoqona teleport qayta quvvatlanishi. Hali teleport qila olmayman. Maytaman men kampircha. Yomon oldu. Давай. Nima bo'ldi? Bitta xotinni eplolmayapsan. Kindaqalar kim eplaydi ya? Oh. Ana. O'zingcha aqllimisan? Zo'rmisan? Qudrati bor yagona odam sen emassan. Sen suvakni tutolmaysan.
Bu bilan nima edi bu? Hali teleport qila olmayman. Yana qilib ko'rchi. Bu quvurni oxiri bormi? Tak. Tak. Ma'muni, ushamuni kampir shoh. Quvur Xitoydan chiqadimi? Qo'ysangchi jonidan. Hali yarashmasak bo'ladi. Sen jirkangsan. Yomon saylibdi-ya. Hoy, ko'kragoy, shunaqa niyating borligini bilganimda boshqasini berardim. Qo'ysangchi. Mayli, birpas osilib tura qolaman. Mazza qilyapman. Truba. Davay. Chiqdi. Endi qayoqqa? Boshqa bunaqa qilma, xo'pmi? Hoy. Kanalizatsiyada bo'lmasin, hayvon. Tak. Qo'ysangizchi bolalar. Vertigo. Nima rostdan ham oyimchalardan boshqasiga pulimiz yetmadimi? Vertigo. Boshim aylanib ketyapti. Hamma video o'yinlarda shu. O'chib qolgan uskuna. Endi nima qilaman? Onajon, yoqishni qandaydir yo'li bo'lishi kerak. Bir-biriga yaqin joylashgan ikkita quvvat dastagidir. Tak. Bu endi nima qiladi? Birinchisi, Yana ikkinchisi ham bormi hali? Tak, ikkinchi upravleniya topish kerak ekan pultda. voy, qornim og'riyapti. Basharangni ko'rganmisan? Yo'q, telefon qilolmayman. Hoy, balki aniqroq o'q uzishni boshlasang, o'qimiz tugab qolavermas. Bo'lishi mumkin. Chiqayli ham kerakmi? Ko'rib qo'ygan. Bu yana qanaqa maxluqlar bo'ldi? Ajoyib. O'qlar. Tak, endi pastga ekanda, o'ldi ekan. Tak. O'qlar. Boshim. Ikkinchisi. Mana bo'ldi. Tak. Endi nima qilish kerak? Bosh tortverdik bu. O'zimni yomon his qilyapman. Nimasini aytasan? Vertigo, gaplashib olishga vaqting bormi? Hoy, ortga qayting do'stlar. Birozgina o'ldirmoqchi edik xolos. Shivang ketdi. Tasodifdan paydo bo'ldi bu narsa. Nima bo'lyapti? Tak, to'xtatib adashib qoldik. Qaytdan keldik. Biz mashaqdan kelibmiz. Oyoqqa. Quvurda qaranglar. Wow! Aylanayotgan yumaloq narsaga qara. Shunga nima? Tushundim. Yaxshi o'ylabsan, hayvon. Shunaqami? Yo'q, ammo boshqa iloji yo'q. Biz quvurga sakrashimiz kerak ekan. Tak, o'q kerakmi? O'qimiz bor ekan. Boshqa hech narsa yo'q, bu yerda oladigan. Yo'q ekan. Ketaveramiz bunda. Chota ovoz yoqmayapti bu. Tovushlar, signalizatsiya. Seni ikkiga bo'laman. Superdan qilamiz, superdan ham yo'q ekan. Superdan. Ko'rib qo'ygan aytadi. Bu bilan yaxshisi shifokorga ko'ringaning ma'qul. Yana kim qoldi? Hech kim yo'q. Tak, tepaga ko'tarilyapmiz. Jennerson, bundan ham sekinroq qilish kerak edi.
Oh, kim bu? Paxan. Yo'q, bitta kattarog'i yenga olar ekanmi meni? Oh, paxani shekilli bu. Bularda. O, bali pulemyoti bor ekan. Ko'kragingga tekkan bo'lsa uzr. Tuxumingni ko'zlaganda. Ko'rib qo'y, gravitatsiya. Oh. Birinchisida o'xshamagan bo'lsa, boshqa narsa qil. O'qlar teshik kulcha, o'q top. Tak, shuni qurolni olib ishlatamiz endi. Tak, naqa kelinglar. Mana bunisi juda qiziqarli, ha? Tak. Kim qoldi yana? O'qlarimizni ham to'ldir ekan. Oho. Tak. Kim bu? Ha, kampir davay. Gerçek o hozir emas. Boshim og'rib turibdi o'zi. Tan olaman seni qobiliyating eng rasvosi. Sen ayni kerakli joyda turibsan. O qizlardek ko'rki, ular. Ay bilan. Quvvatim kam. Ko'nglimdan battar aylanadi. Bu nimasi? Ha, Sinister. Hamma uskunalarım joyida. Efirga hamma narsa tayyor. Juda soz. Endi menga keraging yo'q, jirkanch inson. Lekin haligi O'zinikilar o'ldirdi-yu. Jenirsam pulimizni ola olmaymiz-a. Shoshma. Ssenariyda nima bor edi? Sinister bilan gaplashish kerak. Salom, kapitan Maras. O'ljamni mendan oldin o'ldirganing menga umuman yoqmadi. Endi bu uchun mendan uzr so'rashing kerak. Bunga qoyil qolishim kerakmidi? Bu qanaqasi? Nimalar bo'lyapti? Ketdik blockbuster. Genosha kutyapti. Parcha-parcha qilib tashadi-yu. Psylok, domino, ruhim turib ketdi-ku. Bu yerda nima qilyapsiz, X qizaloqlar? Ssenariyni o'qiganimizda bilgan bo'lardik. Deadpool, meni yaxshilab eshit. Sinister Chance White'ning yo'ldoshini qo'lga oldi. U bilan uchrashganimizga ishonish qiyin. Nimaga tashlab ketganmiz? Jonon-ku. Psylokchalik jonon emas. Gapni eshitdingmi o'zi? Rosamaxa? Rob? Siz ham shu yerdamisiz? Undan ko'ra ssenariyni o'qi. Qizlar aytganidek Sinisterni to'xtatmoqchi bo'lsak, Genoshaga jo'nashimiz kerak. Shoshma, Genosha oroligami? U yerga uchib borish kerak-ku. Qora qushni olamizmi? Qora qushni boshqarish orzuyim edi. Hatto o'ylama. Deadpool, ahvolingni past qil. X odamlarni shunchaki o'ldira olmaysan. O'ldirma. Deadpool, ehtiyot! Kim ham halokatga uchradi. Конечно, Deadpool qo'ldagi shundan bo'ladi-da. Ko'rdingizmi? Montaj doim ish beradi. Biz quladik. Genoshaga quladik. Haftadan X lattalar parvozga dosh bera olishmadi. Ular o'lishdimi? Mana bu yungdorni tepib aniqlashtiramizmi? Xo'ro'sha. Uyg'onish vaqti bo'ldi. Qova kuylab akalar. Qani tur. Fas. Uyg'onmaydi shekilli. Qiziq. Haftadan endi yolg'iz parvoz qilamiz. Xuddi o'yinning keyingi qismi shunday rejalashtirilgandek.
Rasamaha, regeneratsiya uni DNKsidan olingan. Deyarli egizakmiz, faqat u pakanaroq va yungliroq va undan g'alati hid keladi. Uni qora qushiga minsam bo'ladimi deb so'rashlarini juda yoqtiradi. Uni har qanday narsani chopishi mumkin bo'lgan adamanchilik tirnoqlari bor. Bu ro'yxatda uni asabiga tekkan kamina ham bor. Chiqish bor ekan. O'sha quri orqali. Tak. Biz esa o'yinni davom etamiz. Qayerga kelib qoldi, hayronman. Vau, bu nima qo'rqchimi? Shunaqa? Ajoyib, to'g'rimi? Mutantlar bilan to'lgan butun boshli orolni yo'q qilishganiga hayron qolmayapsanmi? Sinisterni laychalari kelishdi. Menimcha qora qushni qo'nganini ko'rishgan. Ha, sezdirdik-da. Iltimos qilsang quchoqlab qo'yaman-ku. Nima bo'ldi? Behazil nima qaltirab turibdi? Rosa kulgili ekansan. Yana kim qoldi? Yaqinlashib kelyapti. Ne ovozmi? Boqona teleport qayta quvvatlanishi. Oddiy usul. Qonsiz qolasan. Tak, hech kim qolmadi. Endi bo'lsa qilamiz endi shunaqa. Deadpool, tayyor tur. Tak. Jinursun. Yaqinlashtirchi. Kim bu emas? Kamerani boshqa yiqitma, gamer. Qimmat narsa-ku. Endi tur. Osmon. Yomon bo'ldi. Ko'rib qo'y gravitatsiya. Oyda, nima balo? Sen suvga qorin tashab ketganmisan? Unchalik foydasi tegmayapti. Qarshi chiqishni vaqti emasdi, quvnoq voy. Kelaveringlar. Foydasiz. Upgrade qilsam ham bo'ladi ekan. Shotgunni kuchaytiraylik bir. Tak. Palla berar ekan bunga. O'q tezligini tezlashtirar ekan, bo'lsa zarar yetkazishimiz kerak. O'q orqali. Tak. Patron qo'shadi to'g'ri. Bo'lsa tak otib yuborgan buyumlar soni 2 ga oshiradi. To'g'ri. Tak. Tak, bo'ldi, tugadi ham hamma yo'li. O'qlar, buncha yaxshi. Tak, qayta eshik ochiladi. Mashaqqada endi yuramiz. O'zi qayerdamiz? Genosha orolida. Bu mutantlarni qo'shma kurort ekanligiga deyarli ishonchim komil. Yoki mutantlar tarixidagi eng dahshatli qirg'in bo'lgan joy. Yo'q, menga kurort yoqyapti. To'ppa-to'g'ri, bu to'g'risida qirg'in bo'lgan joyda X odamlar degan filmda ko'rgan bo'lishinglar kerak. Tak. Oho. Qara, yana bizni o'ldirmoqchi bo'lganlar. Voy, o'yinda bu to'g'ri yo'lda ketyapsan degani. To'ppa-to'g'ri. Uçakda tez uçuyor değil mi? Yama atış yapıyor burada.
Oh, miyang sendan oqib tushyapti. Bekinib turish kerak shekilli. Tak. Otisham qiyin bo'lyapti. Ilib qo'yishmasa bo'ldi, qochdi. Rasvo. Tak. Jon qaytarib olib, tiklab olish kerak. Mashlarni o'ldirish kerak, birinchi navbatda. Menga kattaroq batareya kerak. Tak. Tushmay qo'yin, yomon qilaman. Ko'kragingga tekkan bo'lsa uzr. Tuxumingni ko'zlagandim. Paxan keldi yana. Qiroliga bir qarang. O bizga kerak. Tak. Drababikni olaman. Zo'r bo'ldi ona. Ko'ryapsanmi, ularni perforatsiya rejimiga qo'ydim. Yana bu kim? Cable. Cable? Hey, vaqtdan tashqari odam. Sen bu yerda nima qilyapsan? Uni oxirgi marta komiksimizda ko'rgandik. Men birlashishlarni sevaman. Wait, diqqat bilan eshit. Seni muhim narsa bilan ogohlantirish uchun kelajakdan keldim. Obo, yana boshladi. Kelganiga 10 soniya bo'lmadi-yu, kelajakdan kelgan qo'rqinchli ogohlantirishlar bilan jonga tegyapti. Sinister, X odamlarning efirlari bilan o'yindan chiqardi. Diqqat qaratishimiz kerak-ku. Juda muhim narsani aytayotgandek bo'lyapti. Yerning taqdiri mutlaqo senga bog'liq. Barchasi seni qo'lingda, White. Endi eng muhimini eshit. Juda zerikarli. Jin ursin, White. Rostram dergali odam aka. Rosa og'ridi. Xo'sh, Cabledan qutuldikmi? U xat qoldiribdi. Nima yozilgan? Ahmoq, meni shaharning shimoliy qismida kut. Nima? Cablega bizni o'yinimizda buyruq berishga balo bormi? P.S. Agar bir soat ichida kelmasang, seni muxlisang ekanligini aytayotgan katta ko'krakli ofatijon ayolni qo'ldan chiqarasan. Nayrangiga uchma. Balki Cable bu safar rost aytayotgandir. Tavakkal qilib bo'lmaydi. Bizni kutib ol, ofatijon ayol. Hozir boramiz. Quvvatlan. Tak, yana kimga? Meni o'qlarim. Meniki. Tak. Mashina olib o'tamiz, nima qilib, yiqilmayapti. Bu safar emas. Tak, yana kim bor? Dahshat. Hoy, ko'rinishi unchalik yaxshi bo'lmasa ham, sevgi o'yinlarini yaxshi eplaydigan yigitni sevib qolgan qizni ko'rmadingizmi? Tak, yana kim qoldi? Kap. Tak, yana kim bor? Bu maxluqlarning hammasi bir xil ekan. Qarindosh emasmikin? O'qam tugabdi. Yoki aka-uka. Keyingi Melod bayramida kamchilik bo'lib o'tiradigan bo'lishdi. Tak, naqa keringlar.
Tak, yana kim bu? Bunaqa kerak. 999 ga 2 six qo'shib beramiz. O, kim bu paxan? Yana shumi? Ko'rib qo'y gravitatsiya. Qimirlama. Yana shunaqa Ikkita bo'lishi bilan nima bo'ladi? Yomon qilyapti bular. Maqa keringlar. ko'rib qo'y gravitatsiya. Bittasi o'ldi. Nima? O'qitga Tugadi. Demak, qo'lni. Uy, yoqalashtirmayapti. Seni parchalab Parchalashni endi ko'ramiz. Xo'sh, Ofadijon muxlisa bo'lganimda qayerda bo'lardim? Yomon yigitlar kam bo'ladigan joydamikin-a? Bo'lishi mumkin. Yuqorini ko'ramiz. Tamam, o'qlar bor ekan debdi. Tak. Bu bilan yomon patladim. Shu yomon qildi-da shu bekenori. Ko'rib qo'y gravitatsiya. Ularni yomon ko'radi. Hali teleport qila olmayman. Endi esa qo'llaringni silkit. Uddalaysan o'g'ayni. Senga ishonaman. Tak, men seni qiladi o'raylik. Tak. Boshingdagi o'qlar nechta bo'ldi o'zi? Ah, mana ham olamiz. Tak, shu yerdan tepaga bo'lsa kerak endi. Oh, kim qo'li bu? So'z ustasi, aforizmlar to'quvchisi, kesatiq shoguniga qarshi chiqishga kim jur'at etdi? Muxlisamni qayerga olib borsam ekan? Italiya restoranigami yoki Meksikanikigami? Meksikanikiga. Ha, to'g'ri qaror. Tak, endi qayerga yuramiz ekan? Mashaqqa bo'lsa kerak. Endi restoranga pul bo'lsa borarlar. Shoshilma. Ko'rib qo'y gravitatsiya. Sizlar daromad. Ilova. Oh. Bu safar emas. Yomon. Kuchni yomon ko'raman. Oh. Tak, kim qoldi yana? Endi shu yoqqa sakrash kerak shekilli. Tepaga chiqyapmiz ekanda. Yo xudo, uchar odamlar odam uchoqlar. Bu paxan. Qurolni qofiyasi nima? Bu bola tez ekan. Uni urish uchun diqqatingni jamlashga urinib ko'r. Tushib pastga itlar. Senga sovg'am bor. Tak, bu nima ekan? Bu narsa video kasseta qabul qilmaydi. Kel unga solsa bo'ladigan narsani izlab ko'ramiz. Solib bo'lsa. O'yinimni yaxshiroq o'ynashni qachondir o'rganaman o'zi.
Tushunarli. Bu har safar chamog'on otganda kuchini yo'qotadi ekanda. Nimasi, miltiqmi? Shunchalik botmisan? Chaqmoq zarba. O'qlar tugab qoldi hammasi. Mana nima ekan? Mayt o'qlar bor ekan. Muzdan ol. Yo'q, o'q qolmadi. Yo'q, o'q qolmaydi. Muhim narsaga o'xshaydi. O'qim qolmadi. Tak. Ona jon og'riyapti. O'qlarni qaytan topsa bo'ladi. Ajoyib. O'qlar. Ko'tartmayman. Minister uchun. Oh, bildim. Yili bor. Maytda nima bor ekan? Bu yer yopiq ekanda. Tenasira terib boramiz. Bu ham tugabdi. Chaqmoq zarba. Ah. Qani. O'zingni himoya qil. Ajoyib, endi ketimdan chaqmoq chiqaraman. Mana ku yoqimtoy. Ak. Oh, yana tugab qoldim. Lan. Yomg'irga o'xshaydi. Tak, maytda o'q bormi ekan? Bor ekan. Tak, qani uni yetim. Mana senga. Yiqildi. Iflos narsa berishmadi ya. Tak, endi qani mana narsani yoniga boramiz. Qo'y, bizni narsamizni shu narsaga tiqib hazil qilmaysanmi, ish qilib? Ha, bu juda oson. Bir qo'lli robotni qarsiy tovushi qanaqa bo'ladi? Dubstepmi? Bu chuqur rosa sakrashli ekan. Yiqilib tushmasang bo'lgani. Tak, maytda nasrada boraylik bizga rosa kerak. U sekin borib o'ldiramiz hozir shuni. Молодец. Muxlisaga yaqin qolgan deymiz. Atir hidini sezyapsanmi? Kedi bundan tuzukroq deb o'ylagandim. Tak, tepaga. Muxlisamiz bilan ko'rishishga mos kiyinganmi kimmiz? Yopishgan ishton bilanmi? Albatta. Tak, bir kuchaytiraylik deb bo'ldi. Qurolini. Bo'ldi. Qani pastga tushaylik. Bu o'shami? Qayerga bu yer? Oh, hali qiz bu. Aytayotgan qiz bo'lsa kerak. Voy, yomon ekan. Birinchi raqamli muxlisamiz dahshat ekan. Bu nima qiliq demoqchiman-u, lekin hech kim ham yo'q. Vaqtimiz kam.
Orol bo'ylab yurib, Magnetoning eski qal'asiga borishimiz kerak. Xavotir olma, ertami kechmi haqiqiysi keladi. Axir bu bizning o'yinimiz. Wait, eshityapsanmi? Xavfsizlik minorasiga yaqinlashib o'tirma. Sinister yuqorida efir o'tkazyapti haligi. Qo'y, shoshma. Sinister hali tepadami? U ablah, meni shartnomamdagi ablahni o'ldirgan ablahmi? Chetga o't, Summers. Bir ishni yakunlab qo'yishim kerak. Jenursin Wait, xavfsizlik minorasi bilan o'rinlashishga vaqtimiz yo'q. Bu o'yinni sotib olishing senga shuncha xursandchilik olib keldi, ha? Arzimaydi. Tak, yana kim bor? Yorqinoy. Albatta, tegishli masofa tanaffuslar bor ekan. Tak, kelinglar, bitta-bittadan. Kim qoldi? Qayerga qochyapsan? Men maydaman. Yana qayerda bor? Foydasiz. Havoda berilgan zarba. Uni ko'rdingmi? Yomon bo'ldi o'zi ham. Tak, kim qoldi yana? Tak, qani. Ashun headshot berib o'ldiramiz. Bu bilan yaxshisi shifokorga ko'ringaning ma'qul. Tak. Mana dalpa yo'q yana. Yomon mashqa ko'raveradi. Dalba yo'qotish kerak. Shiliq. Chaqmoq zarba. Qani, ko'pmi? Mana bu muz mendan sovg'a. Sen ro'raga menga farqi yo'q. Chunki menda regeneratsiya bor. Qo'y, balki aniqroq o'q uzishni boshlasang, o'qimiz tugab qolavermas. Endi nima qilay? Tak, o'q istaylik endi. Tak, bu o'q bizga bo'lmaydi. Qitim keldi. O bilan yomon qo'ylayapti-ya bizga. Yo'q, kirib bo'lmaydi ekan. Tak, mana o'qlar. Ko'rdingmi? Mana bu o'qlar. Ular menga kerak. Bekin. Shundan takrorlayman. Ha, yo'q. Kim meni yo'q qiladi-ku? Tak, qani sen endi? Yana boshlandi. Avla, nima bo'ldi? Cho'qa, sen o'zing tushasan. Ana tushdi. Tak. Chakching. Yana bitta chaqmoq uradigan paydo bo'ldi. Nima bo'ldi? Ha, o'la. Jenursin, sevimli o'qim. Uni qaytarib bera olasanmi? Uni shunchaki yo'qotma. O'zim olib ketaman. Qani sovg'a? Bu bizga kerak bo'ladi. Tak. Senga deyarli rahmim keldi. Hey, yolg'irga o'xshaydi.
Muzlatga yopish shekilli bir chaqmoq. Nima uryapti? Senga gapirganimda menga qara. Chaqmoq zarba. Qisilib qoldingmi? Qisilib qoldik-ku bu. Cho'toq. Qisilib qoldimi? Vau, omadli ekansan. Ko'pchilik odamlarni bundan naq kallasi ketgan bo'lardi. Tak. Shuni yomon qilaman-da hozir. O'qimiz yo'qmi? Teshiklar ham yo'q. Tak, patronlar kerak. Mana shu yerda qisilib qoldi, shu yerdan uzoqroqda yurish kerak shekilli ekan. Tak, qayta endi o'qlar topamiz. Ha, mana Qimirlama. mana yana. Tak. Qanuni Landover. Menga nimadir urildi. Dong'irga o'xshaydi. Baribir bo'lmagani uchun O'qam ko'zlayapman. tugab qoldi yana. Tak. Mana o'q bo'lish kerak. Ko'rdingmi? Mana bu o'qlar. Ular menga kerak. Ha, bilan. Buni uzoqdan his qilgan. Tutildik. Oh, yana bittasi keldi. Chaqmoq zarba. Bular qaytdan kelib qoldi. Ko'rib qo'y, gravitatsiya. Yomon qolyapti. Uzr, qurollarim ishlashi uchun o'q kerak. Tak, jonni ham to'ydirib yuborish kerak. Chaqmoq zarba. U qo'rqib ketmabdi. Tak, o'qlar kerak, o'qlar. O'qlar. Qaytasilar. Meni o'qlarim, meniki. Tak, qanuni uchayotgan Landover. Qani. Tak, mana ekan. Yomon xalaq qildinglar-da shu. Teparoqqa chiqib olishimiz kerak shekilli. Lechimni mazasini tatib ko'r. Tepalikka chiqib olamiz shekilli yomon. Senga gapirganimda menga qara. Chaqmoq zarba. Tak, yomon shunchaligan jonimni o'tkazardi. O'qim Yanami? Yana o'qdilar. Tak, ikkala o'qim yo'q ekan. Mana-ku yoqimtoy. Ha. Chetlarda o'qlar bormi? Soundtrack vaqti. O'zingni himoya qil. Davay, olgin qol Deadpool. Seni bu uchun hech qachon kechirmayman. Nihoyatda o'ydirverdi. Yana qayerdan kelyapti hujumga yonimga. Tak, o'qida boraylik. Shakking. O, ko'payib ketdilar abi.
Tak, oho. Hozir ko'rsataman. Keluvsinda nima balo qilyapsan? Bazmga vaqtida kelding, Summers. Hududdagi hamma dushman kuchlarini e'tiborni qaratding. Bu yaxshi-ku. Chigala yozar ekanmiz-da. O'ylab ham o'tirma, juda og'ir, ko'tara olmaysan ham. Qizg'anchiq yaramas. Bog'chada bo'lishni o'rgatishmaganmi? Kim bo'ldi bu? Qani, davay. Yana keldim uni muzlatadigan balla. Qoyilmaqom qurolni qoyilmaqom ishlatilishi. Tak mashina qurollaydi. Tak. Chiqayli, ham ketsin. Joyiga o'tkazib qo'y. Senga sovg'am bor. Hamon ko'payib ketyapti ular. Olmayapti cho'ta. Avelib ketdi. Ajoyib, jo'natmamni olibsan-da. Bu bilan. Katta qurollar har doim Tak, silamen. Ko'rib qo'y gravitatsiya. Yana kim bor? Senga sovg'am bor. Jinosa sevimli o'qim. Uni qaytarib bera Ayol olasanmi? uzatadigan yana. Zo'r bo'ldi-ya. Yana qilib ko'raylik. Wait. Sen meni chaqirib olgan kelajakdagi jangimga qaytib, kurashni davom ettirishim kerak. Qaytgunimcha shu yerda kut. Reja tuzib olamiz. Kelgan qaytda mana olyapti. O'yinni hozir tugatishimiz mumkin-ku. Nega kutamiz? U kelguncha Sinisterni tamom qilamizmi? Summers biz bilan faxrlanadi. Tak, endi qayerga yuramiz? Minoraga kirish kerak. Qanaqadir minoraga. Tak, eshik ochildimi-ki? Mayki. Buni endi nima qilamiz? Menimcha uni ochish kerak. $1 milliard yutib olishimiz mumkin. Yutmoqchi bo'lsang aylantir. Magnitli apokalipsis. Magnitli apokalipsis? Bu yaxshi emas. Tak, endi nima bo'ldi? O'yin rasvo bo'ldi. Nima bo'lsa ham, bu Sinisterning yoniga borishdan to'xtatmaydi. Hech kim shartnomamizni buza olmaydi. Qayerga borish kerak endi? Tak, minoraning tepasiga chiqishimiz kerak ekan. O'yinda aytishicha. Tak, mana shu ustunlar orqali chiqamiz ekan. Xo'sh, u hozir o'sha tepalikdami? U yerga qanday chiqamiz? O'yinni boshqarib bizni olib borish geymerning ishi. Qanaga? Bu platformalar uncha dadil ko'rinmayapti. Seni oying uncha dadil ko'rinmaydi. Badumts. Tak. Tak. Yetib keldik-a. Juda soz, omadimizni sinash vaqti keldi. $1 milliard meni kutib ol. Mol. Molmi? Ishontira Osmondan olmading. mol tushami? Yana o'shada umuman mollari yo'q. Bu qanaqasi? Deyarli keldik. Endi Sinisterga badal to'latamiz. Nimaga? Ssenariyga amal qilgani uchunmi? Ssenariyda o'ldirishimiz yozilgan. Ketdik o'ldiramiz. Yana ham tepasiga chiqishimiz kerak edi.
qanday qilib tegaga chiqamiz? Yana yo'q. Yana $1,000,000. Qani $1,000,000 chiqsang-chi endi. Cliffhanger chuqurlashdimi? Yana orqaga qaytarib qo'ydi. Jennerson bo'ron hazillakam emas ekan. Tak. Çıkam ketdi. Yaqinmas. Tak, bundan tepaga sakrash kerak. Ya nima sakramayapti? En sakra. Juda soz Sinister. Badal to'lashning Jennerson senga nima bo'ldi o'zi? Noqulay o'tirganga o'xshaydi. Sen Men Deadpool, sen jirkanch, sassiq, mutant kalla. Minorani vayron qilganing meni dunyoga genetik mukammallikni singdirish rejamni to'xtata olmaydi. Rejamni barbod qila olmaysan. To'xta. Qamalib qolgansan-a? Yo'q. Sal noqulay bo'lyapti. Ha, unda mana bu matoqni o'ynasam xafa bo'lmaysanmi? Shoshma, nima qilmoqchisan? Unga tegma. Seni bilmadim-u, ammo. Voy oyijon! Boshni bas! La'nati shaytonlarga! Boshqa! Shoshma! Mana bu narsa nima qiladi? Rostdan xavfli ekan. Hoy, Summers! Shu muammoga yordam bermoqchimiding? Men uni hal qilib bo'ldim. Boshga o'xshading. Maza. Voy, bu Sinister. Bilaman. Titrni chiqaring. O'yin tugadi. Ssenariy muallifi va rejissyor Deadpool. Bu Sinister emas, uni kloni. Fo, Summers, nonushtaga nima yeganding? Bu takomi? Senga tako yoqadimi, Void? Bilasanmi? Bir jononni bilaman. Samantha rosa zo'r tayyorlaydi. Void, tasavvur qil, Samanthani takosini boshqa yemaysan. Hech qachon. Nima demoqchisan, Summers? Mr. Sinister Samanthani o'ldirmoqchi. Hamma takolarni yo'q qiladi. Agar to'xtatmasang, sayyorani ham yo'q qiladi. Jennerson rostga o'xshaydi. Shunaqa. Xo'sh, yelkama-yelka turib jang qilamizmi? Yo'q, men qila olmayman. Meni kelajakda o'z jangim kutyapti. Barchasi seni kurashishingga bog'liq. Yaxshiyamki, haqiqiy Mr. Sinister orolning naryoqdagi Magnetoning eski qal'asiga joylashgan. U yerga bir kunlik yo'l, shuning uchun o'zing yuraver. Menda qoyil maqom reja bor. Bu matoqni yig'ish uchun menga ikkita narsa kerak bo'ladi. Ko'rsatkichlarim ana bu yoqda bor deyapti. Mo'jiz chimichangiz, amigo. Tak, endi qayerga boramiz? Kerakli narsalar topish kerak ekan, zapchastlar nimagadir.
Tak. Kebel uchun zatchas, detal. Mashaqqat ko'ramiz hozir. Hoy Summers, shu yerga kirdi deymi? Eshik yopiq-ku. Yomon qildi. Bu nimasi Summers? Buni sendan o'rganganman. Tak, qani endi ketdik. Bu reja ish berishiga aminmisan? Ha, Cable'ga detalni topib bersak, hamma narsa yasay oladi. Robot qizlarni ham yasay oladimi? Eslatib bor, so'rayman. Mag'lub. Yomon kim bilan? Fokusdan chiqib qolishdi. Yetimlar. Gap yo'q. Tak, bizga kerak bo'ladi bu narsalar. Aha, soqchilarning detali bizga as qotadi. Juda soz. Olin. Tash tepaga chiqish kerak. Tak, bu nima ekan endi? Soqchilar qo'lini quvvatlantirish uchun yana bir quvvat detali bo'lishi kerak. Bu ishora. Xullas shunaqani topamiz ekan. O, mana tepada ekan shu narsa batar ekan. Bu katta qo'l kimniki? Soqchilarniki. Ular orolni vayron qilishgan. Millionlarni o'ldirishgan. Kayfiyatni o'ldirding. Tak. Endi qanaqa narsa qilib bo'ladi? Bir baloga qo'yish uchun bir baloni topish kerak. Yomon gap bo'ldi. Tak, bu yoqqa biz baribir sakrayolmaymiz. Sakraylik. Batareykani qo'yamiz endi. Tak. Hiç koramız. Iya, yomon bolalar bor ekan-ku. Tak, kemaqa ke. Headshot. Super. Osarvilga xush kelibsan. Aholi faqat sen. Tak. Ha, uni topdik. Ulaylik unda. Yomon ketib qolishdi. Latta! Meni yengib qo'yishing. Men qilganlarni qilib ko'rsataman. Jahannamga qo'ymaysan. Yorqinoy. Tak. Istagan vaqting. Qalay, tig'im o'tkir ekanmi? Tak, endi qayoqqa boramiz? Tak, bu yerda aynaga sindirib bo'lmaydi ekan. Ha, mayaqqa ekan bular. Uni detalni olish kerak ekan, qo'yibdi bu. Barakalla. Arqonni tortsak-chi? Tak, endi qanaqa joy qo'ydim?
Boshqa qatirma bo'ldimi? Ha, tushungandek bo'ldi. Ha. Endi esa biz buni anaqa qilishimiz bo'ladi. Dehqonga sakrash ham bo'ladi. Bu narsani Cable'ga olib borishimiz kerak. Tak, yomon. Ay, Juda soz. Bu temir matohni Cable'ga beramiz. Buni bizga nima keragi bor edi? tak, bular bizga kerak. Bir kuchaytiraylik deb bo'ldi. Tak, shunaqaga boshqa pulimiz ham yetmasa kerak. Tak, bo'ldi. Tak, qayerga ketayotgan edik? Mana shu yoqqa boramiz. Cho'ta muzika o'ynadi. Kimdir keldimi? Qaytdan ro'qasga. Men aytaman, yetimda. Bu safar emas. Vau, omadli ekansan. Ko'pchilik odamlarni bundan naq kallasi ketgan bo'lardi. Tak, bo'ldi, bu yerdan chiqdik. O'y, o'tirib turgan Cable. Hoy, Cable! Birinchi detalni topdim. Yuhu! Ajoyib. Ajalingga bir qadam yaqinlashding. Menga yana bir detal kerak. Ishga kirishaver. Voy, yeb to'ymasay. Uni bu yerda shimol tomondan topasan. Qani qimirla bolakay. Ikkinchi detalga borish kerak. Ikkita detalmish, hazilmi bu? Mayli, 41 ga ham chidaylikchi. Tak. Askarlar, Tak, kelinglar. Shoshilma. Ana qanaqa kelinglarchi? Ko'rib qo'y, gravitatsiya. O'qlama, yetim. Chatdagi narsalarni ko'ryapsanmi? To'g'ri, ular to'lgan. Ishlat ularni. Ishlatyapmiz. Tak, upgrade mavjud deyapti. Qurolni upgrade qilamiz. Boshqa bo'lmaydi ekan. Tak, pulim yetmaydi ekan ba'zi. Sekin boramiz. Bu Cable so'ragan ikkinchi detal. Maza qilyapman. Endi jig'imga tegishni boshlading. Ko'rib qo'y, gravitatsiya. Tak. Tak, mashetdan tepaga chiqib boramiz, shunda bo'ladi. Seni so'ysam, tanangdan qon chiqmaydimi? Chiqadi. Tak, bo'lmaydi ekan.
Tak, mashaqqa chiqish kerak ekan. Hoy, jang vaqti, jang vaqti. Qon. Kelinglar. Uyalmaymiz. Ajoyib. O'qlar. 27 ta kombo. Tak, Bunisi boshqacharoq ekan. batareyka kerak ekan. Tak, biz qaytdan-da kerakli narsalar topishimiz kerak ekan, detallar. Ha, mana. Hey, bu jonajon quvvatlagichimiz. Sakratib bo'ladimi? Mumkin bo'lmaydi ekan. Lekin kirib demak, faqat mashetdan, ko'prikdan o'tib qoladi ekan. Oh, Ha, Jinners. Deadpool 3, vannaxonalar 0. tak. Endi bu yerda nima qilsak bo'ladi ekan? Tepaga chiqsa bo'ladimi? Ha, maytdan tepaga chiqsa bo'ladi. O'qizishni davom et. Yo'lni shu plaster bilan davom etamiz. Ha, bo'ldi, endi yo'l ochilibdi. Kelinglar. Seni ikkiga bo'lib ko'rib qo'y, gravitatsiya. Qalay, tig'im o'tkir ekanmi? Ko'rib qo'y, gravitatsiya. Bu bilan yaxshisi shifokorga ko'ringaning ma'qul. Ko'rib qo'y, gravitatsiya. Hech kim qolmadi. Oqlovchilar yo'q. Tak. Bu yoqqa endi. Mana nima ekan, boshqa narsa ekan. Oh, kimdir kalla. Headshot qilamiz. Hali ikkinchi headshot ham bo'ldi. Tak, tepadan patrashni kerak ekan. Şu tavalı yapmaya diyor. Tak. Bu nimaniki ekan ha? Yuqoriga yo'l topishimiz kerak. Qanday qilib ekan? Boshqa yerga takror boryapti deb bu.
Hamalak degani yo'q. Şu yoqqa ekan. Ya bu yerda hech narsa yo'q olam. Öldüm. Endi bu yoqqa. Bir bilan qotashib ketganga o'xshaydi. Ay bilan tushib ketib qoldik. Onu olish kerak edi. Be. Meni qo'llarimni 10 martacha chopib tashlashgan. Chidasang chilatda. Tak, bunga kerak emas bu. Yana bitta quvvatlagich. Endi soqchini qo'lidagi qurol bilan maza qilishimiz mumkin bo'ladi. Tak. Hammasi tamom bo'lmoqda. Baribir ochiq tobutda dafn marosimi qilmoqchi emasdik. Tak. Kim qoldi yana? Tak. Hech kim qolmasa kerak. Ulkan robot qo'l quroli jangiga qurol olib kelgan ko'rinasan. Yani bitta detal mayadi, betini bor. Hech narsa yo'q. Meni super qoyil maqom rejamni amalga oshirish uchun hamma narsa tayyor. Kebilni yoniga. Tak. Mamnun. Hayron qolmadim. Hitler doim menga shunaqasidan otishadi. Drabovik dahshat. Mana shu yetiban keldi oxiriga. Bu bizga kerak bo'ladi. Qo'lingdan yaxshiroq ham keladi. Ko'rib qo'y gravitatsiya. Tak. Nima qilyapti? Boshingdagi o'qlar nechta bo'ldi o'zi? Ana oxiri tamomladik. Summers, sen so'ragan so'nggi qism. Qani endi olg'a. Bu boshqa franshiza. Wait, menimcha bu seni eng yomon g'oyang. Xavf juda katta. Aytgancha bu meni sevim. Yaxshi, Kebl, rahmat. Xayr, chitirda ko'rishguncha.
Jin ursin Wade. Hoy bola, eshitdim senga patinka yoqar ekan. Shuning uchun patinkamni shu patinkaga tiqdim. Endi tinchitganimda tinchib qolasan. Bu matoq ishlashini Cable'ga aytgandim-a? Bu qirol dahshatdan battar. Kelajakdan kelishni eplasa, nega kelajakdan qaytib o'ziga mijob bo'lmadi yo'lida? To'g'ri, u buni ishlashini biz bilishimizdan oldin bilishi kerak. Zamon mazafshi zo'r o'sirdi. Hammasi zo'r. O'zi shunday bo'lishi kerak edi. Negadir ishongim kelmayapti. Reja bo'yicha hududdagi barcha yomon bolalarni diqqatini tortishimiz kerakmidi? Hoy, yomon bolalar, kichik time out. Patinkani to'g'rilash kerak. Ha, oxiri baxayr bo'ladi. Davay, ishga tushish. Qaytir tugmani bos. To'g'ri bosding. Ammo faqat tashadi. Yok. Yok. Acındırsan. Random boy. Oh, random ora. Oho. Halem reja bo'yicha ketyapmizmi? Menga gapirma. Bu Cable'ning rejasi. Biz unga yomon reja deb aytgandik. U bilan. Omading keldi. Abba. Patinkani ham rasvoq chiqib ketdi. Hey, nazarimda tushunyapman. Ha, yo'q, unday deb o'ylamayman. Ko'rdingmi? Bu eng zo'r reja bo'lgan. Cable'ga yaxshi reja deb aytgandik-ku. Benuqson ijro ayni vaqtida bu eng zo'r lahzalarimizdan biri edi. Men ozgina o'sirib qo'ydim. Hammasi reja bo'yicha. Bu bosqichda rosa xarajatli ishlar qildik. Peter byudjetiga ko'nsinda ish qilib. Byudjet? Ho, byudjetni ko'rsatib qo'yamiz. Mana qara. Qo'y burov. U bizdek uchyapti. To'g'rirog'i bizga qarab uchyapti. Deadpool, ehtiyot bo'l. Avariya bo'ldi shekilli. Oyog'ing osmondan bo'lsa kulgili bo'lar ekan. Deadpool, safsatani bas qil. Boshqa bunday tura olmayman. Shoshma, sen Rocksan-ku. Ucha olasan. Bor utsang-chi. Ucha qol, Rockgina. Sinister shu yerda. U kuchimni tortib olayotganini his qilyapman. Boshqa ushlab tura olmayman. Ozgina chida. Tak, yana kim qoldi? Yapmiz. Deadpool, sirpanib ketyapman. Chidab tur, Rock. Bu maxluqlarni imkon boricha tezroq o'ldiraman. Baqmoqlar. Devordagi faza basharlarni qara. Garang qilishadi. Ushladim. Shoshma, hali Sinister seni qo'lga oladi. Bu blockbustermidi? Jin ursin. Bu yaxshi. Oriqli bo'ladi. Tushmam ketdi.